Hammaga assalomu alaykum. Biza Yunusobodga keldik, o'rtog'im bilan Feri bilan bugun uy ko'rgani. 204 sotuvga qanaqa hovli olsa bo'ladi desangiz, mana shu hovlini 239 mingga chiqaryapmiz. Feri nima deysan? Bitgan ekan, kirib yashaydigan ekan lekin. 239 mingga 204 sotuv. Nima yana undan ziyodi bo'lsin? Xullas biz hozir holda kirganimizda mana shunaqa hol bo'ladi. Hozir svet yo'q, afsuski. Feri, в принципе, holati mana shunaqa. Ya narxi bilan-da, endi bu любой millionli uy olsang ham, bu o'zingning vkusingda 20 ming, 30 ming pul tiqib yuborasan-ku. Shunaqa narsa-da. Bu ham prinsipi chotki yomon emas. 5 ming, 10 ming o'zining vkusiga qarab-da, o't-bo'tlariga qarab olsa, hatto ish narsa pul tiqmasdan ham kirib yashaydigan odamlar bor. Men chisto o'zimni мнение ham aytolman, brat. Ну, в принципе, косметика, легкая. Легкий такой. У нас по планировке получается на первом этаже зал, спальня, кухня, общий санузел и холл. А теперь давайте на второй этаж поднимемся, посмотрим, что у нас вообще на втором этаже творится. Хозяин вообще этого дома сейчас за границей. Я сейчас лез на двери, ключи искал, как какой-то закладчик, который пришел за закладкой. В принципе, biza qayerda desalar, Zenitda biza. Islomobod degan ko'chada. Yo'q, atroflarida hammasi uylar, normalniy uylar. Da, endi puliga yarasha aytganingdek. Xullas tepada bizada 4 ta spalnya bo'lyapti. Bitta родительский spalnya, mana bu родительский spalnya, keyingisi. Это родительская. И, кстати, у нас есть полноценный еще подвал, но, к сожалению, там электричества сейчас нет, мы вам не сможем его показать. Насчет квадратуры, я в описании точную квадратуру выставлю. Narxi bilan yaxshi lekin. Va hozir Nikitidadan ham yer narxida ham ola olmaysan-da. Da. 204 sotuv 240 ming olsam 239 mingmi? 239. Yani startı yani egalari baribir sunatiga kelishtirib o'rishadi. Xullas u yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tirs savdosini qilib olib qo'yaveramiz sizga.